Raqamlashtirish bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish hamda faoliyatda shaffoflikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa savdo sohasiga zamonaviy raqamli texnologiyalarning joriy etilishi hisob-kitoblarning ochiqligini ta'minlash, ortiqcha byurokratik jarayonlarni qisqartirish va maishiy korrupsiyaning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavzuni Umid Abdurahmonov Paxtakor tumanidagi savdo komplekslari misolida davom ettiradi. Hukumatning bozorlar faoliyatini takomillashtirishga oid qaror ijrosi doirasida Paxtakor tumanidagi bozor va savdo majmualarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ishlar jadal olib borilmoqda. Bozor va savdo do'konlarida xaridorlar uchun QR kod orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Bu xaridlar uchun hisob-kitoblarni tez va qulay amalga oshirish bilan birga to'lovlarni elektron shaklda qayd etish imkonini bermoqda. Shuningdek, bozor faoliyatiga e-bozor platformasi joriy etilgan. Tizimda bozorlar va savdo majmualari haqidagi ma'lumotlar ochiq joylashtirib boriladi. Jumladan bozor pasporti, manzili, bo'sh savdo shoxobchalari va savdo o'rinlari haqida ma'lumot olish imkoniyati yaratilgan. Hukumat qarori bilan bozorlar va savdo komplekslarida raqamlashtirish ishlari samarali tashkil etish bo'yicha Paxtakor tumanimizda e-bozor platformasi tashkil etildi. Ushbu platformaga Paxtakor tuman soliq inspeksiyasi xodimlari biriktirilib, ularning qilingan ishlari tahlil qilinib boriladi va ushbu platforma orqali maishiy korrupsiyani oldini olib borilishi nazoratga olib boriladi. Bozor hududidagi har bir rasta va savdo do'konlariga QR kodlar qo'yilib, xaridorlarning naqd va naqdsiz to'lovlari amalga oshirilib boriladi. Savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida raqamli tizimlarning joriy etilishi nafaqat aholi uchun qulaylik yaratmoqda, balki bozorlar va savdo majmualarining moliyaviy faoliyatini tartibli yuritish, tushumlarni to'liq hisobga olish hamda daromadlarni oshirishga ham xizmat qilyapti. Bozor va savdo komplekslarimizda raqamlashtirishdan avval 700 ming, 800 ming pul tushum qilinar edi. Hozirgi kunga kelib va raqamlashtirishdan keyin 1,5 millionga ko'tarildi. Shuningdek, ijara do'konlarimizda 40 million so'm tushar edi. Hozir raqamlashtirilganidan keyin 60 million ko'tarildi. Bugungi kunda mana shu hamma tushumlar raqamli platformada kuzatuvda olib borilyapti. Xaridorlar uchun ham qulayliklar ancha yaratildi. Bu raqamlashtirish bizga nima berdi? Maishiy korrupsiyani oldi olindi. Inson omilisiz to'lovlar amalga oshirilyapti. Raqamlashtirish jarayonlari bozor va savdo majmualari bilan cheklanib qolmagan. Savdo majmuasiga tutash hududdagi avtoturargohlarda ham raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Bu yerda kirish-chiqish va to'lov bilan bog'liq jarayonlar onlayn kuzatib boriladi. Bu esa xizmatlardan tushadigan mablag'larni aniq hisobga olish, tushumlarning yashirin qolishi yoki hisobdan chetda qolishining oldini olish imkonini bermoqda. Ushbu hudud tuman dehqon bozoriga tutash hududda bo'lib, oldin qarovsiz ahvolda edi. Biz bu yerda to'liq asfalt qilib, avtomobillarni turargohga aylantirdik. Bunda bizning avtoturargohimizda to'liq hammasi raqamlashtirilgan, soliq bilan integratsiya qilingan. Kunlik bir martalik to'lov, 5 ming so'm to'lovi bir kunda to'liq kirib chiqib ketadi avtomobillarimiz. Hamda bu yerga undan tashqari yuz tanib oluvchi, raqam tanib oluvchi, xavfsizlik nuqtai nazaridan kameralarimiz o'rnatilgan. Undan tashqari bu yerda qo'shimcha ish o'rinlari yaratildi. Bu yerda jami tumanimizda 3 ta avtoturargoh barpo qilindi. Ular ham to'liq asfalt qilinib, o'sha ko'chadagi tirbandlikning oldini olish nuqtai nazaridan o'sha ko'chamizdagi avtoturargohlarimiz 5 daqiqagacha o'sha taksilarimiz odamlarni tushirib ketishga qulaylik yaratildi. Yagona raqamli muhitni yaratishdan asosiy maqsad bozorlar va savdo majmualari faoliyatiga oid ma'lumotlarni ochiqlash, xizmatlarni tezkor tashkil etish va boshqaruv jarayonlarida shaffoflikni ta'minlashdan iborat.